Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga yangi rangdagi Voya Free avtomobilni ko'rsatmoqchimiz. Bu ham 2025-yilgi yangilangan variant hisoblanadi. Old ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqangi restylinga yuz tutgani va yon tomonlarida ham buni ajratib olishingiz uchun bo'lgan farqlar bor. Meshli shinalari hamda tormoz supportlari ham avtomobilimizda qizil rangda. Bu ham avtomobilning 2025-yilgi yangi model ekanligini sizga bittada anglatib turadi va avtomobilning rangiga ahamiyat bering. Aynan rangi buni yangi hisoblanadi. Bizning bozorda hali deyarli adashmasam sotilmagan. Endi balki bo'lishi mumkin, lekin bunaqa rangi biz hali endi sotyapmiz. Bu rangidan yo'q edi. Ko'ryapsiz, juda ham chiroyli rangda avtomobilimiz. Bu ham Apollo Tech, ya'ni to'liqligicha avtopilot tizimida harakatlana oladi. Faqatgina bizning yurtimizda xaritasi mavjud bo'lmaganligi uchun harakatlana olmaydi, lekin Xitoy Xalq Respublikasida ushbu avtomobil ham bir tekisda o'zi avtopilot rejimida harakatlana oladi. Orqa qismini ham ko'rib turishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Aynan rangi avtomobilni ochib turibdi. Yukxona to'liqligicha elektron tarzda ochiladi. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Va ko'rishimiz mumkinki, yukxonada avtomobilimizning qo'shimcha aksessuarlari, yostiqchalari, aynan bosh suyanchig'i uchun qo'yiladigan yostiqchalar 4 ta, hamda avtomobilning o'rindig'i uchun, aynan old 2 o'rindig'i uchun mana bunaqangi kattakon yostiqchalari ham avtomobilimizda mavjud. Undan tashqari esa to'liqligicha rezinadan tashkil topgan juda ham sifatli bo'lgan poliklar, quvvatlagichlar ham qo'shimcha tarzda sizga taqdim etiladi avtomobilda. Va eng asosiysi nima bilasizmi? Bu avtomobil O'zbekistonda rasmiy sotiladi va bu poligonlarga bormaydi. Hozir bilasiz, mashmashalar juda ham ko'payib ketgan. Poligonga navbat deyarli iyun oyi ham boshlanib bo'ldi. Hozir adashmasam 10-lariga navbat olishyapti iyun oyini. Buni olsangiz yarim soat uzog'i 1 soat ichida nomingizga tezda rasmiylashtirib, hisob varaqasi, ya'ni shot spravka bilan sizga avtomobilni taqdim etamiz. Shunday ekan, shoshilib qoling. Voya Free avtomobillari bizda sotuvda mavjud va bu avtomobilimizda pnevma podveskalari ham bor. Voya Free avtomobilimizni tashqi ko'rinish rangidan tashqari ichki qismida ham o'zgarish bo'lgan. Ko'pchilik charmli salonni xohlar edi. Bilasiz, 2025-yilda faqat Alcantara bo'lgan edi va mana ko'rishingiz mumkin, to'liqligicha charm bilan qoplangan, juda ham chiroyli bo'lgan eksklyuziv rangdagi charm bilan qoplangan avtomobilimizning ichki qismi. Mana ichki tomonlarini ham ko'rsatib o'ting. Juda ham chiroyli avtomobil. Bu avtomobilimiz endi haqiqiy lyuks klassdagi luxury avtomobillarni hissiyotini bera oladi, chunki bilasiz, aynan qimmat avtomobillarda charmlari ham xuddi shunaqangi rangda bo'lardi. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari, bu yerda esa bir emas 3 ta monitorlarimiz avtomobilda mavjud. Torpeda bilasiz, pastga tushib chiqadi. Undan tashqari avtomobilimizda 6 ta yurish rejimi bor. Pnevma podveskasini ham o'zingiz tushirib yoki ko'tarib olishingiz mumkin. Juda ham ajoyib bo'lgan avtomobil va eng asosiysi pnevma podveskani borligi evaziga avtomobil juda ham yumshoq tarzda harakatlanadi. Mana bu esa orqa qatori avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Orqa qator charmlari ham xuddi shunaqangi va hamohanglikka e'tibor bering. Pastdagi plastiklar, mana bu qismdagi plastiklar, charmlar, hattoki tom qismiga ishlatilgan avtomobillar uchun ishlatiladigan matoni rangi ham to'liqligicha bir xil kombinatsiya, juda ham chiroyli chiqqan. Ko'pchilik avtomobillarda bunaqa bo'lmaydi. Aynan Voya Free'ni qora rangdagisini tom qismi juda ham bir boshqacha rangda edi. Bu aynan mana shu qismlariga ham e'tibor berilganligi uchun juda ham chiroyli chiqibdi va bu avtomobil hozir bizda sotuvda mavjud. Voya Free avtomobili, aytib o'tganimdek, yarim soat uzoq bilan 1 soatda bizdan rasmiy kafolatlari bilan, hisob varaqasi bilan xarid qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 41 ming AQSh dollari deb baholangan. Avtomobilda 490 ta ot kuchi bor, ikkita elektr motor, bitta 1.5 turbina motori bor. U avtomobilga tok ishlab chiqarish vazifasini, ya'ni generator vazifasini bajaradi. Faqat agarda siz gibrid shaklda harakatlansangiz, ushbu avtomobilda mana bu qismda ham ko'rsatib qo'yilgan 321, ya'ni 3 litr yoqilg'i sarflaydi ushbu avtomobilingiz gibrid shaklda. Siz agar gibrid emas, to'liqligicha benzinda harakatlansangiz, agarda batareyani toki tugab qolsa, to'liq benzinda harakatlansangiz, ko'pi bilan 6,5 litrgacha ushbu avtomobilimiz yoqilg'i sarflaydi. Ya'ni juda ham tejamkor bo'lgan Voya Free avtomobili hozir bizda sotuvda mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing hamda avtomobilni tezda xarid qilishga shoshilib qoling. Sizni King Motors avtosalonida kutib qolamiz.